O'zbekistonda akalar, opalar xafa bo'lmaylar-yu. O'zbekistonda qonun ishlamasligi mumkin. Endi ayniqsa mana bu quyi pog'onalarda balki ozgina pulini berarsiz, tanish bilishini qilarsiz. Lekin qo'lingizdagi telefon bilan uni kamerasi juda kuchli ishlaydi-da. Mana ko'ringlar. Boya gaplashib videoga bitta aytib bering. Shu yo'q, 1 yildan beri. Haydar aka, nima deyapsan sen menga? Men Hakim Azizjonman, fuqaroman. 1 yildan beri qatnayman shu yerga. Ariza beraman oxirgi. Arizaga juda ko'p marta ariza ham berganman, qabul ham qilmayapti, hujjatlarni ham olib qo'ymayapti. Tushunmadim, nima deyapsan menga? Siz o'zingiz tanishtiring, kim sizning familiyangiz? Shu yer boshliqman dedingiz. Telefonaga chiq bor. Yo'q, ayting shuni. Men yo'q, plastik. Xo'p, baqirmay gapiravering, eshitaman. Cho'qir bor ko'zimga ko'rinma. Asamiz hozir. Men kirib ko'rib kelyapman, salom bir degan narsa yo'q. Yo'q ham hayam deganingiz yo'q. Plastik bormi? Hali ariza beryapman senga. Men senga tushuntirdim da. Olmasa qayta odam yo'q, bironta ishchi yo'q. Oxirxonada cherali bor. Hamma eshikni ochib ko'rdim aka. Oxirxonaga bor. Bironta eshik ochiqmi? Yuring ko'ramiz. Qulf hamma eshik. Nima deyapsan sen menga? Kel yoqqa. Xo'p, ayting. O'chir telefoningni. Yo'q, o'chiraman. O'chir telefoningni. O'zim uchun olyapman. Nima qilding? Darag'ini olasan naql. So'ginmay gapiraman. Men O'chir telefoningni dedim. o'chirmayman. Men o'zim uchun olyapman. O'zim huquqim uchun. Pidarazular bilan sen o'sha huquqni kel. Ana endi jiddiy tomoni, bu odam Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani gaz ta'minoti rahbari ekanligi aytiladi. Xo'p, muammo shundaki, bular javobgar bo'lgan shaxslar fuqarolar emas. Ular deylik hokimlarga bo'ysunadigan bo'lsa, hokimlar markazga, ya'ni Toshkentga bo'ysunadi. Qachonki hokimlar saylanishni boshlasa, saylovchilar haqida qayg'urishni boshlasa, o'shanda mana quyida turgan, ya'ni hokimlarni quyisida, pastida turgan mamlakat kadrlar ham hokimlarni eshitishni boshlaydi, hokimlar bo'lsa saylovchilarni eshitishni boshlaydi. Hurmat bilan muomala qil, o'zingni mana bu PR-ingga, ya'ni bir obro'yingga putur yetadi, keyingi saylovda yutqizib qo'yishing mumkin degan narsalarni o'ylagan holatda shunga mos harakat qilishni boshlaydi. Ungacha yoki pul bilan, yoki tanish bilish bilan, yoki afsuski telefoningizni kamerasi bilan ish bitirishingizga to'g'ri keladi. Achchiq haqiqat.